Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizani kuzatib borayotganlar. Bugungi avzorimizda Yakkasaroy rayon Salomatinada joylashgan 208 sotix yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 430 kvadrat, xonalarning soni 5 ta bo'ldi. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan podvol, birinchi va ikkinchi qavat. Darvozaxonalar bitta mashina sig'adiganlik joyi ajratilgan va ko'cha tarafdan darvozagacha yana bitta mashina sig'dirsa bo'ladi. Darvoza orqali hovliga kirdik. Chap tarafimizda hovli qismi uchun hojatxona va navesi tagida yozgi oshxona joylashgan. Bundan tashqari hovli qismida zelenoy zonalari bor. 2-3 ta kichikroq zelenoy zonalari va oltiga 3 razmerda basen joylashgan. Basenning chuqurligi 1,70 m. Yaxshi, tinch mahallada joylashgan, sifatli qurilgan uylardan bittasini video obzorini qilib beramiz. Endi imorat ichiga kiramiz. Planirovkasi va remontlari bilan tanishib chiqamiz. Birinchi qavatda oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, bitta umumiy sanuzel birinchi qavat uchun va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida yana bitta sanuzel joylashgan. Demak, parallel xud orqali uy ichiga kirdik. Chap tarafimizda oshxona joylashgan. Oshxona ham katta bo'lib tushgan, kuxnya, stoloy bo'libdi. Bu joyda demak, stoloy zona, bemalol stol stullarni qo'yib ovqatlansa bo'ladigan joy. Kuxnya garniturlar yasatilgan va texnika bilan jihozlangan. Texnikalarning brendi Bosch brendiga tegishli bo'lgan sifatli texnikalar. O'rtada astrologi bor. Xolodilnik, gazli plita, vытяжкалari bor. Duxovka, mikrovolnovka, hammasi texnikalar o'z o'rnida joylashgan va Aux brendiga tegishli bo'lgan invertor, konditsioner o'rnatilgan. Bu joyda prixojniy shkaflari ham yasatib, tayyor holatga keltirib qo'yilgan. Har bitta qavat uchun alohida elektr shitlar o'rnatilgan. Birinchi qavatda joylashgan sanuzel ko'rinishi. Va bu joyda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Razmeri uzunasiga 4 metr va eniga 3 metr. Shu xonaga tegishli bo'lgan sanuzel. Unitazda installyatsiya qilingan, dushovoylar ham qo'shilib mumkin, ortiqcha trubada ko'rinmaydigan holatda. Va yaxshi santexnikalar ishlatilgan. Zalga kirib kelamiz. Zalning razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 5 metrda tashkil qiladi. Patologlarning balandligi 3 metr va 30 santimetr. Bu joyda TV zonasini ko'rishingiz mumkin. Va kichikroq orqa hovlisi bor. Zalga yorug'lik tushadigan oyna romlar katta va patologiya qilingan. Va bu joyda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaga yorug'lik tushish uchun shunaqa romlar o'rnatilgan. Bu kichikroq hovlini ko'rinishi zina orqali pastga tushsa bo'ladi va bu joyda magnoliya daraxti ekilgan. Tabiiy yorug'lik yaxshi tushadigan holatga keltirilgan. Demak, birinchi qavatda oshxona, hol, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, zal va ikkita sanuzel bo'ldi. Endi imoratda ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Imoratda tegi butunlay podvol, video davomida bu joylarni ham ko'rsatib, to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Zinalar tagida podsvetkalar bor. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarildik. O'ng tarafimizda ota-onalar uchun ajratilgan katta yotoqxona joylashgan va to'g'rida ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel. Chap tarafimizda yana bitta kattaroq yotoqxona, uni oldida bolalar uchun ajratilgan spalniy komnatasi bor. Demak, birinchi qavatda joylashgan sanuzel ko'rinishi. O'ng tarafdagi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bu xonaning razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 5 metrda tashkil qiladi. Ko'rib turganingizdek, har bitta xonada konditsionerlari ham o'rnatilgan va qisman mebel bilan jihozlangan. Demak, ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida spalniy kravati ham bor. Bu joyda shkaflari tayyor holatda turibdi. Alohida yana garderobnisi ham bor. Va garderobni orqali shu xonaga tegishli bo'lgan sanuzelga o'tiladi. Mana shunaqa ko'rinishdagi sanuzel bo'lyapti.
Bu xonadan yana balkon qismiga chiqsa bo'ladi. Kichikroq balkon qismi ham bor. Va balkondan hovlini ko'rinishi. Ko'pchilik bu rayonni yaxshi biladi. Yakkasaroy rayoni ellikli rayonlardan bittasi hisoblanadi va Salomatini lokatsiyani juda ham yaxshi tanlashgan. Ikkinchi qavatga ko'tarilganda o'ng tarafda ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona bo'ldi va chap tarafdagi yana kattaroq yotoqxonani ichiga kirib kelamiz. Bu yotoqxonaning razmeri ham uzunasiga 7 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Bu joyda ham mebellari yasatilgan. Va bu joyda mana shunaqa ochiladiganlik eshik yasatilgan. Alohida kichikroq bitta xona garderob uchun ajratilgan. Ikkinchi qavatda joylashgan bolalar uchun ajratilgan yotoqxonani ichiga kirib kelamiz. Bu xonaning razmeri uzunasiga 4 metr va eniga 3 metrni tashkil qiladi. Mana shunaqa stroyli shkaflari ham podsvetkalari bilan bor. Imoratning tegi butunlay podol va bir nechta xonadagi bo'lingan. Demak, холодный komната, прачечный, котельный, katta bitta xona garderob uchun ajratilgan. Bu joyda kladovka va домашний kinoteatr uchun ajratilgan xonasi bor. Mana shunaqa katta bitta xona домашний kinoteatr uchun mo'ljallangan. Kataloglarni ham ko'rishingiz mumkin, past bo'lib qolmagan. Bu joyda yana stroyli shkaflari bor. Va bu eshikning ortida yana kichikroq bitta xona joylashgan. Bu xona texnический xona hisobida. Demak, alohida o'zini forchkalari ham bor, elektr shitli shu joyga yig'ilgan. Endi xonalarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Podol qismiga tushganimizda to'g'rida kladovka uchun mo'ljallangan bitta xonasi bor. Garderobniga kiramiz. Katta garderobni bo'ldi. Havo aylanib turish uchun forchkalar tashalgan. Undan tashqari yana vitishkalari ham bor. Холодный komната uchun mo'ljallangan kichikroq bitta xona. Zinartekdan unumli foydalanilgan. Прачечный joylashgan. Ikkita kir yuvish mashinasi joylashgan bu joyda. Har bittasi 10 kilogram. Bu joyda kotelning ko'rinishi. Koreyskiy ikkita to'rtko'pirli kotel joylashgan, suvga va otopeniyaga alohida ishlaydi. Расширительный baklar bor va divan nasoslar o'rnatilgan va bu joyda 300 litr suv sig'imiga ega bo'lgan boiler joylashgan. Bu ko'rsatgan uyimiz Yakkasaroy rayoni Salomatinada joylashgan 208 sotuq yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 430 kvadrat, xonalari soni 5 ta, 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan. Bu yer narxini opisiyaga yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar 99 856 70 80 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.